oila a'zolari shuni uxlab olishi uchun sharoit yaratib bersin. Dam olish uchun sharoit yaratib bersin. Keyin yana bitta ko'p so'ralgan narsalardan bittasi ochlik masalasi. Ochlikda eng ko'p berilgan savol homilador va emiziklilar ochlik qilsa bo'ladimi degan savol. Men bunga qanaqa javob beraman? Homilador va emiziklilar ochlik qilmasin. Ular aksincha foydali ovqatlardan, foydali mahsulotlardan ko'proq yesin. Ular aksincha ko'proq uxlasin, ko'proq dam olsin. Kechqurun masalan, bechora ayol u uxlamasdan bolasiga qarab chiqib turib, ertasi kuni oila a'zolari shuni uxlab olishi uchun sharoit yaratib bersin. Dam olish uchun sharoit yaratib bersin. Nima uchun? Chunki tug'ruq jarayoni, o'sha homiladorlik jarayoni katta stress. U ichidagi bola qayerdan osmondan paydo bo'ldimi? Yo'q, o'sha ayolning tanasini suyagidan suyagi, muskulidan mushagidan mushagi, qonidan qoni bo'lib turib bir ichida bir inson chiqib keldi. Bu o'zidan o'zi osmondan tushgani yo'q. Demak, homiladorlik stress. Homiladorlikning eng yana kuchli stress joyi tug'ruq. Вообще eng katta stress. Erkak kishi tug'ib ko'rsa, hayron qolasiz. Manimcha tug'olmasa kerak erkaklarni fitratiga tug'ish yozilmaganda, juda og'ir jarayon hisoblanadi. Va bu stressdan chiqib turib, yana bolani katta qilish bir necha yillik stress. Mana shu jarayonni hamma to'g'ri tushunish kerak.